Bir odam davomli duo qilarmish. Yo Rab, shaytonni ko'rishni istayman, shaytonni ko'rishni istayman dedi. Kunlarning birida eshik tiq-tiq qildi. Badbashar bir kishi: "Sen kimsan?" "Men shaytonman." Buni eshitgandan keyin shaytonni bir shappa turdi. Shayton ko'zlarini shunday ushlab unga aytdiki: "Seni 100 yillik umring borligini bilmasaydim, senga nimalar qilardim?" U odam aytdi: "Nima? 100 yillik umrim bormi?" Ozgina hisob-kitob qilib, "To'xta qani, meni 100 yillik umrim bo'lsa, 90 yoshimgacha yeb-ichib gunohlarga botaman. 90 yoshimda tavba qilib, 10 yilda avliyo bo'laman." Oxirida bu 90 yoshga kirdi. Aytdiki, "Ertaga tavba qilamiz, tugadi. Bu kecha uxladi, ertaga tavba qilish kerak." Kechasi esa eshik tiq-tiq qildi. "Kim u?" Eshikni ochdi. Nur yuzli bir kishi. "Sen kimsan?" "Men Azroilman. Sen erta kelibsan. Meni hali 10 yilim bor." "Senga kim aytdi hali seni 10 yiling bor?" Shart jonini oldi. Shayton bizni shunday aldaydi.